Assalomu alaykum hurmatli Agrofakt kanali a'zolari. Bugun siz bilan soya setkalari haqida gaplashib o'tamiz. Bu videoni yasashda ketkazgan vaqtimiz zoya ketmasligi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Unday bo'lsa biz ma'lumot berishni boshladik. Bilarmidingiz, oddiy soya setkasi issiqxonani 5 gradusdan 15 gradusgacha sovutishi mumkin, lekin ko'pchilik fermerlar uni noto'g'ri ishlatadi. Yoz kunlarida issiqxonada harorat 40 gradusdan 50 gradusgacha ko'tarilib ketadi. Natijada o'simlik kuyadi, gullar to'kiladi, hosil esa kamayadi. Agarda siz soya setkasidan foydalansangiz, masalan, 30% soya setkasi faqat ozgina soyani beradi. 50% soya setkasi ko'p issiqxonalarda ishlatiladi. 80% soya setkasi juda kuchli soyani beradi. Ko'pchilik fermerlarimiz setkani issiqxona ichiga qo'yadi. Bu esa xato. To'g'ri usul setkani tashqarisiga o'rnatish. Shunda issiqlik kamroq kiradi. Demak, to'g'ri ishlatilgan soya setkasi o'simlikni himoya qiladi, issiqni kamaytiradi, hosilni esa oshiradi. Ha, aytgancha, agar siz sifatli soya setkalarni izlayotgan bo'lsangiz, unda sizni korxonamizga kelishingizni yoki shunchaki 90lik 990 2272 raqamiga qo'ng'iroq qilishingizni so'rayman. Chunki bizda juda ko'p miqdorda Xitoydan keltirilgan 4 metrdan 10 metrgacha bo'lgan, foizlari esa 50% dan 55% gacha bo'lgan soya setkalari sotuvda mavjud. Agarda siz Agrofakt kanalidan ko'rib telefon qilyapman desangiz, siz soya setkasini 1 kvadratini 1100 so'mdan xarid qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Korxonamizda sizni kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.